Mana aziz aka-ukalar, derazaga reshotka, eshikning ustiga kazirok, reshotkalarimizni uстановка qilish jarayoni. Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdural, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat yakunladik ishimizni, tugatdik. Qabadyonda derazaga panjara qo'ydik va eshikning ustiga kazirok, uyda oldiga reshotkamizni uстановка qildik. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar reshotkamiz. Mana shular pol, mana shunday mustahkam bo'lib baquvvat bo'lib chiqdi. Ustiga kazirok qildik. Oy shaklda mana ularga vid berdik. Kimgaki mana shunday dizaynlarda kazirok kerak bo'lsa, ekran pastda albatta nomer turibdi. Telefon qilsangiz javob berishga iloj imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin. WhatsAppda purra ma'lumot qoldirasiz. Qayerdan sizga nimaiki kerak bo'lsa, bemalol SMS qoldirsangiz 24 soat ichida SMSga purra javob berishga harakat qilamiz. Bizda adresni so'rayotgan insonlarga, bizda adres aziz aka-ukalar Shahri Tuzda, tamomiy Tojikiston dastavka ustanovkamiz bor, kelishilgan holda. Derazaniki mana shunday oy shaklda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastda albatta nomer turibdi. Bu yerda bu tarafda kazirogimiz bor aziz aka-ukalar. Kazirog mana shunday dizaynda bo'ldi. Albatta ekranda rasmlarni yoki videolarni ko'rib boryapsizlar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda, boshqacha dizaynda, siz va biz ko'rmagan dizaynda reshotka, naves, kazirok, xullas kalon temirga bog'liq ishlar bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga nima deb qolamiz? Dalshi shu videoni kuzatishda davom etamiz aziz aka-ukalar. Ba'zi bir insonlar bizni oldindan kuzatadi. Kuzatib kelayotganlaringiz uchun kattadan katta rahmat Abdushi. Like bosib, mana shu kanalni qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar. Ba'zi bir insonlar yangi bo'lishi mumkin kanalimizda aziz aka-ukalar. Biz usto, ya'ni nima usto? Temir usto. Temirdan nima sozlaymiz? Kachili, karot, xos bir boshdan ishlarimizni qo'ldan kelgancha imkoniyat boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni adres Shahri Tuz, Tojikiston, Shahri Tuz, Beshkent, Qabadyon kim eshitgan bo'lsa, Nohiyay Shahri Tuzda, Inom bozorda bizni tochkamiz. Mana bu yerda qala bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda qala bor. Qalani orqasida mol bozor bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda har xil dizaynda kachillarimiz tayyor bo'lgan aziz aka-ukalar. Hammasi baquvvat temirdan bo'lgan aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynlarda kachillarimiz bor aziz aka-ukalar. Kimgaki mana shunday dizaynlarda kachilami, karotmi, boshqa narsami kerak bo'lsa, mana bu yerda mangalimiz tayyor bo'lgan. Mana bu yerga go'shtni manirovat qildingizmi? Mana bu yerga shunday qo'yasiz. Mana bu mangal tagiga lishni otxotlari tushib ketadi. Mana bu olinadi aziz aka-ukalar, mana ichi. Mana aziz aka-ukalar chuqur talabga javob beradi. Mana shunday mangalimiz bo'lgan. Bu ham syomniy. Uni o'zi ham отдельно chiqadi. Albatta talabga javob beradi. Mana tagiga biror narsa qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu esingida nomer 1 degan kachilam, oyoq bilan uchadigan kachila. Holi tamomiy esingida bu kachila chiqmagan endi. Mana bu oyoq bilan uchadigan kachila. Mana ekranga hozir qisqa lavhasini qo'yib o'taman. Razmer 2 ga 6 uzunligi. Ovoz chiqarmaydi. Samiy glavni. Bu yerda защита plankasi bor. Bu yer turnik, ham детский, ham взрослый bo'ladi. Bu подвесной kachila bu. Dizaynni ko'rdim. Tamom esingida holi bunday kachila shaxsan men o'zim oyoq bilan uchadigan kachila tamom esingida ko'rganim yo'q. Nima uchun tamom esingida nomer 1 dedim? Sababi mana shu. Sababi shu, mana shu tamom esingida oyoq bilan uchadigan kachila yo'q holi. Mana bu yerga suv idishlarni qo'ydik. Bu yerga telefon qo'yiladi. Bemalol uspokойно o'tirib telefonni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunday. Xohlasangiz vertikalni, xohlasangiz gorizont. Hamma dizayn o'ylangan, buni ancha mehnat qilindi. Bu yerda eski bitta zakaz olgandik. Bu holi pauza bo'lib turibdi. Chunki vaqt bo'lmayapti. Ko'rdilaringiz, xuddi mana shunga o'xshash dizaynda kachilamiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda albatta detskilari bo'ladi. U tarafida ham detski bo'ladi. Turnik bruslarigacha tayyorlab berishga harakat qilamiz. Tez kunlarda Xudo xohlasa juda katta Master Pirilo 04 kanalda juda katta yangilik bo'ladi aziz aka-ukalar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar shaurmaxonamiz tayyor bo'lyapti. Zamonaviy stilda mana bunday oldilari chiqqan. Mana shunday shaurmaxona. Bu yer polni stiklo bo'ladi. Talabga javob beradi. Hammasini tayyorlaganmiz qoidaviy qo'ldan kelgancha. Mana bu yerga polni treza eshiklarimizni polni ustanovka qilamiz. Albatta tayyor bo'lgan jarayonni ham ko'rasizlar. Mana shunday shaurmaxona kerakmi?
Mana albatta hozir dushni videosini qo'yamiz. Va nihoyatda letniy va zimniy dush tayyorladik. Kimgaki mana shunday dush kerak bo'lsa, hozir hammasini ko'rsatib boramiz. Kimgaki mana shunday dizaynlarda dush kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Buni o'zgartirish iloji bor. Xohlasangiz katta, xohlasangiz mayda, xohlasangiz boshqacha dizaynda, xohlasangiz ichiga stullari bilan, xohlasangiz televizor qo'yib berishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'mir pechka, o'tin pechka yoki elektrichniy tok pechka qo'yishingiz mumkin. Bu eshigi aziz aka-ukalar, eshik prostoy eshik emas. Bu alyumin, toza alyumin eshik bo'lgan. Shu yer qulay ko'rindi o'zimizga. Mana bu oynasi, suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv. Mana Thermex bor. Turkmanistonda Thermex'i talabga javob beradi, 50 litrlik. Tak, suvlari qoidaviy bor. Mana bu yerda bochka bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda shlanga urasiz aziz aka-ukalar, suv to'ladi, polni to'ladi, tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Kimgaki magazin kerak, kimgaki dush kerak, kimgaki shaurma xona kerak. Pinaplex tagiga urilgan polni yana endi pollarini qotiryapti. Mana va nihoyat pol bo'ldi. Ichini abrishodkalari bo'ldi, pol nihot, mana utilitillar bo'ldi. Profillarni svarka qildik. Mana bu yerlarga 12 lik shundan kesib olib svarka qildik. Thermex turadi bu yerga. Garantiya bu osilsa ham, odam osilsa ham Thermexda o'zini og'iri bo'lsa ham tushib ketmaydi. Meva chevani videosini qo'yib o'taman aziz aka-ukalar. Maydagina do'koncha tayyor qilish kerak dedi. Albatta uni ham bir lavha videosini qo'yib o'taman. Laklarni polni xod uryapti. Birinchi sort stiklanniy polikarbonat. Ichi meva cheva polni ko'rinib turadi. Mana shunday narsalar turadi aziz aka-ukalar. Tepa qismiga aziz aka-ukalar oyna qo'yganmiz. Mana mevalar двойной, тройной ko'rinib turishi uchun mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana ko'rdilaringiz, bizga farqi yo'q. Bizda ish tanlash degan narsa yo'q. Sizga nimaiki kerak bo'lsa temirdan, shu narsani qo'ldan kelgancha tayyorlashga harakat qilamiz. Mana bu yerda aziz aka-ukalar zamonaviy stilda kachilamiz tayyor bo'lyapti. Gul qo'yadigan polkamiz albatta. Mana yerga bu yerga gullarni qo'yasiz. Mana bu yerga gullarni osib qo'yasiz. Albatta bu hammasi baquvvat temirdan bo'lgan, talabga 100% javob beradi. Aslında bu narsaga ayollarimiz qiziqadi. Sizlarga nimaiki dizaynda, nimaiki kerak bo'lsa, temir bo'lsa bo'ldi. Tamam, bu demak bizda sohamiz. Bizda Allohga behisob shukr, Allohning shu hunarni bizga berganiga shukr. Bizda ish tanlash yo'q. Temirdan sizga nimaiki kerak, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Albatta aziz aka-ukalar, endi sizga qachayib kerakmi? Qachayib ham tayyorlaymiz. Pechka kerakmi? Pechka ham tayyorlaymiz. Основной magazinchi akalarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu videomizni albatta WhatsApp gruppalarga podelitsa qilib qo'yingizlar. Sizlardan dastgiri bizga mana shu. Mana shunday qachayib kerakmi? Magazinchilari kerakmi? 10 ta, 20 ta, 100 ta, 50 ta nechta kerak bo'lsa, mana bular turbasi zakaz qilishingiz mumkin. 1 metrmi, yarim metrmi, 20 mi xohlagan razmeringizda tayyorlash iloji, imkoni bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda albatta yana bir inson shashlichni mangal zakaz qilgan. Mana bu tayyor bo'lyapti, polni qo'yday bo'lyapti. Hammasi baquvvat, temir, talabga 100% javob beradi aziz aka-ukalar. Oxirlarimiz bor, prostoy oxir. Hammasi bu hozir ko'rsatib boraman, to stanokgacha qo'ylar uchun. Prostoy bu sal seryozni. Pressni shunday tashlaysiz, ikki tomondan mol oladi o'ziga keraklisini. Mana bu yerda krugli oxirimiz bor. Bunga ham xuddi shunday qorani ichiga qo'yasiz. O't, press nimaiki bo'lsa, shunday tashlaysiz, qo'zima qo'yma keraklisini oladi, maqsad ichiga kirib ketib, isrofgarchilik qila olmaydi. Bu yerda mana shunday dizaynda oxirimiz bor aziz aka-ukalar. Pressni shunday tashlaysiz, bu yerdan mol o'ziga keraklisini shunday tortib oladi, maqsad titmaydi. Oyoqdagi isrofgarchilik qilib tashlamaydi. Bu bir taraflama. Buni devorga tiqib qo'yadigan varianti. Bu ikki taraflama aziz aka-ukalar. Ustiga nimaiki bo'lsa, pressmi, o'tmi, nima bo'lsa, shunday tashlaysiz, ikki tomondan qo'ylar keladi. Mana shunday dizaynlarda bor. Albatta bular hammasi qo'ylar uchun, bu esa katta mollar uchun. Bu yerga somonmi, pressmi, suvmi, nimaiki bo'lsa tashlaysiz, isrofgarchilik maqsad kam bo'ladi. Bu yerda karavotlarimiz bor aziz aka-ukalar. Albatta bu yerda tormozlari bor. Karavot yoqqa ketib qolmaydi. Tormozni shunday ko'tarasiz, havluni xohlagan joyiga, soyagami,
oftobgami xohlagan joyingizga chiqarib qo'yish iloji imkoni bor. Bu yerda aziz aka-ukalar qataklarimiz tayyor bo'lyapti. Buk va G harfda 3 kvadratdan iborat bu. Mana bunday alohida don beradigan joyi bor. Donni shunday tashlaysiz, yopib qo'yasiz, biron narsa teginmaydi. Bu yerda eshiklari bor. Tuxumni olish uchun bu tarafidan tuxumini olasiz. Ichiga kirish shart emas. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bilasizlar qayerga murojaat qilishdi. Albatta bu yerda seflarimiz tayyor bo'lgan aziz aka-ukalar. Mana bu machit uchun tayyor bo'lgan. Yaqinroq keling. Mana usti teshilgan. Mana bu yerga pul tushadi. Pul bu tarafdan oling operator. Mana bu yerga polni pul tushadi. Shunday yopasiz. Mana. Polni pul tushadi, maqsad ochilmaydi. Mana. Kalitlari bor. Mana. Zamoklari 100% ishlaydi. Darvozamiz tayyor bo'lyapti. Darvozamiz mana shunday dizaynda. Hozir ekranga rasmini qo'yib o'taman. Rasmini mana ko'rdingiz. Mana shu rasmni bizga zakazchi tashlagan, suratga olib, menga xuddi shu dizaynda, shu fasonda darvoza kerak dedi. Albatta biz shu dizaynda, shu fasonda mana shunday dizaynda bo'lib chiqyapti. Albatta bular hammasi 100% talabga javob beradi. Bu yerda temirlarimiz hammasi unuka emas aziz aka-ukalar. Bular hammasi baquvvat jestdan tayyor bo'lgan. Polni ustilariga dizaynlarni tuzyapmiz, hammasini qilyapmiz, tayyorlayapmiz. Darvoza sizga temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol bilasizlar, ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Karavot xohlagan razmeringizda bor. 2,5 ga 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Sizga nimaiki razmerda karavot kerak bo'lsa, shu sizga kerakli razmerda tayyorlash iloji imkoni bor. Shartuz Qabadion Beshkent territoriyasiga absolyutno tekin dastavka bepul Roygon dastavka qilib beramiz. Boshqa rayonlarga kelishilgan holda Kalxzobod, Jilikul, Eshbek, Dushanbe, boshqa rayonlarga kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, yana bir bor aytib o'taman. Sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz. Mana shu videomizni oxirigacha kuzatganlaringiz uchun hammalaringizga kattadan katta rahmat. Mana navbatdagi dushimiz tayyor bo'ldi. Hozir polni obzor qilib, tashqi sirt, ichki sirt hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizda adresni so'rayotgan insonlarga bizda adres Nohiya shahri Tuz. Mana ekranda rasm chiqyapti. Biz temir ustamiz. Temirdan ya'ni nima so'zlaymiz? Temirdan sizga nimaiki kerak bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha tayyorlab, yetkazib berishga harakat qilamiz. Darvoza, kachilik, mangal, stol, stul, xullas kalon boshi bor ishimizda oxiri yo'q. Mana bu yerda letniy dush tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Hozir polni video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunday dushimiz tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Ustidagi bochkasi 300 litrlik, quyoshga issiq bo'ladi, ichiga kirib yuvinasiz polni. Profillar 5 ga 5 polni baquvvat profildan bo'lgan, talabga javob beradi. Mana ichiga kiradigan bo'lsa, ichki qismi 2 xonadan iborat. Bu yerda razdivalka kirasiz, kiyimni shunday yechasiz, tamom. Bu tagi polni orasini ochib o'rganmiz, suv ozod shunday kirib ketadi tagi. Tagi kolodis qo'ysalaringiz ham bo'ladi yoki boshqa narsa shunday o'zi ketadi. Mana bu yerda krayniklari bor aziz aka-ukalar, hammasi 100% ishlaydi, albatta suv yo'q. Mana shunday kirasiz, lyogki yuvinasiz, chiqasiz. Atak zimniy variantlari kerak bo'lsa, ekranda pastida yoki videoning davomida qo'yib o'tishga harakat qilaman. Zimniy variantda ham dushlar bor. Mana bu yerda uyimiz tayyor bo'lyapti aziz aka-ukalar. Nima deb qolamiz? Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, mana shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Hozir men sizlarga juda fason variantda karavot ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, mana shunday dizaynda karavotimiz tayyor bo'lyapti. Albatta mana ekranda ko'ryapsizlar rasmini. Xuddi o'zi, xuddi o'sha deydi-ku. Xuddi shu o'ziday bo'lib tayyor bo'lyapti. Bu xuddi Dushanbega ketadi. Shahri Tuzdan Dushanbega zakaz bo'lgan. Albatta dastavka qilayotgan kunimiz video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda ikkita do'st, ikkita oshna zakaz bergan. Albatta mana ekranda rasmini ko'ryapsizlar. Xuddi mana shunday dizaynda kachellarimiz tayyor bo'lib, bular ham tez kunda dastavka bo'lib ketadi. Uyingizga bir marta boramiz, razmerda olamiz, kelamiz o'zimiz. 100% mahsulot o'zimizdan talabga javob beradi. Albatta ishxonada tayyorlab, kraskalab, hammasini qoidaviy qilib, olib borib o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Dal shu videoni kuzatishda davom etingizlar. Xatman shu videomizga
bee'tibor bo'lmangizlar. Bitta like bosib, WhatsApp guruhlarga shuni podelitsiya qilib qo'yingizlar. Sizlardan qo'llab-quvvatlash mana shunday bo'ladi. Nima deb qolamiz? Videoni kuzatishda davom etamiz aziz aka-ukalar. Buyur Iskra Shartuz, Iskra degan joy aziz aka-ukalar. Litsenziyamizni olib keldik. Mana bu uyga kiradigan joy. Mashinga mishayt qiladi degan holatda mana shunday litsenziyani zakaz qilgan uyda egasi surma litsenziya tagida baloni bor. Tormozlari bor. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda rishotkalar kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Mana bemalol sabuk chiqasiz, uyga kirasiz, ikkoviga birdan kirasiz, chiqasiz. Mana shunday dizaynda bo'ldi aziz aka-ukalar. Mana Kachila va Karavotimizni Chapayevga xudo xohlasa dastavka qilyapmiz kundu kechida. Bizda adresni so'rayotgan insonlarga bizda adresimiz Nohiyay Shahrituz Inom bozorda, mana qal'ani orqasida mol bozor bor. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz aziz aka-ukalar. Ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Tolka WhatsApp. Imkon qadar tolka WhatsAppda murojaat qilingizlar aziz aka-ukalar. Bu yerda mana shunday kachellarimiz bor, oxirlarimiz bor. Nimalarimiz tayyor bo'lyapti. Bu yerda esa materiallar mana shunday ishxona. Bu yerda uy tayyor bo'lyapti. Bu xudo xohlasa xuddi Gulistonga ketadi aziz aka-ukalar. Bu shaurmaxona, bu davno tayyor bo'lgan, zakazchik joyini aniqlamabdi, olib ketmayapti. Tak, bu yerda aziz aka-ukalar chevarxonamiz tayyor bo'lgan. Bu yerda karotimizda taxtalari polni shelpovka bo'lgan, usti 2 sloy lak bo'lgan, xuddi apalovkaday rekaga olingan, maqsad kelajakda qiyshayib qolmaslik uchun. Mana hozir yuklayapmiz, Chapayevga ketadi xudo xohlasa. Tak, mana shunday dizaynda bo'ldi. Bu oq eshvik sattor ketadi, u Chapayevga ketadi. Mana shunday dizaynda bo'ldi aziz aka-ukalar. Tak, bu yerda sef bor. Bu yerda tapa qiladigan apparatchamiz bor. Buni hamma videosini o'zi ko'rgan. Mana bunday axlatni urasiz, ichi to'lgandan keyin tepadagini bosasiz, o'zi axlat chiqarib tashlaydi. Tak, nima deb qolamiz? Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilingizlar. Dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavka tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavkamiz bor aziz aka-ukalar. Biz nima ish qilamiz? Ba'zi birlar mana yangi kuzatayotgan bo'lishi mumkin, ba'zi birlar eski podpischiklarimiz bo'lishi mumkin. Biz temir usto. Temirdan ya'ni nima yasaymiz? Kachilimi, karavotmi, oxirimi, katta xonami, uzun fermami, darvozami, xullas qalin bizda ishimizni boshi bor, oxiri yo'q. Nima deb qolamiz? Kimgaki mana shunday dizaynda kachila kerak bo'lsa, mana bunday podvesnoy kachilamiz kerak bo'lsa, mana bu yerda aziz aka-ukalar yangi namudda oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Ba'zi bir insonlar kommentariyaga yozadi, bu bochka deb. Aziz aka-ukalar, bular bochka emas. Bular tunuka emas, bular jest. Buni bu listni ba'zi bir insonlar pechka qilishi mumkin, ba'zi bir insonlar darvoza qilishi mumkin. Stanokda egib, mana shuni egib, oxir qilib tayyorlaganmiz. Talabga javob beradi. Xohlasangiz suv solishingiz ham mumkin. Xashakmi, o'tinmi, presmi, itagdali oxiri yo'q. Mana shunday dizaynlarda karavotlarimiz bor. Kimgaki biz va siz ko'rmagan dizaynlarda karavot kerak bo'lsa, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Nomer ekranda pastda turibdi. Shu nomerga murojaat qilasiz. Shu nomerda WhatsApp bor. Telefon qilasiz, telefonga javob bera olmasak, WhatsAppda pura ma'lumot qilasiz. Adres qayerda, sizga nima kerak temirdan? Tamom. Biz shu narsani yetkazib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Mana shunday dizaynlarda karavotlarimiz bor aziz aka-ukalar. Biz va siz ko'rmagan dizaynlarda ham karavot tayyorlab beramiz. Bularni eng qulay tarafi tagida tormozi bor. Tagida tormozi bor. Ayol kishilar ham xohlagan joyiga olib borib ustanovka qilib qo'yishi mumkin. Mana shunday aziz aka-ukalar, mana bu yerga o'tdimi, presdimi tashlaysiz. Bu yerda mol o'ziga keraklisini tortib oladi. Mana shunday dizaynlarda oxirlarimiz bor. Mana bu oxirlarimiz katta mollar uchun aziz aka-ukalar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar kataklarimiz bor. Mana bunday dizaynlarda kataklarimiz bor. Mana katak ichiga kirasiz. Bu katak ikki xonadan iborat aziz aka-ukalar. Ichi setka bilan qoplangan, xoroz, makiyan, ikoni ikki xil qilib qo'yasiz. Mana bu yerda don beradigan joyi bor aziz aka-ukalar. Mana
shunday donni berasiz, tamom. Bu yerdan balandga chiqadi to'q, bu yerga kiradi, bu yerda tuxum qo'yadigan joyi bor. Bu tarafda eshigi bor. Eshikni ochasiz, tuxumini olasiz. Mana bu yerda katagimiz bor azizlar. Mana bu don beradigan joyi bu yer. Mana bu yerda eshigi bor. Mana shunday eshigi bor. Mana bu tarafida tuxum qo'yadigan joyi bor. Bu kataklarimizda eng qulay tarafi ko'chma katak, xohlagan joyingizga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Ganglab, putlab yoki bir taglari shiltaq bo'lib ketmaydi. Nima deb qolamiz azizlar? Mana shu videoni kuzatishda davom eting. Sizga temirdan nimaiki kerak bo'lsa, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Videoni kuzatishda davom etamiz.